Şunu tut ha. Beni balalar, onunla verin ha. Sen berip bartağını toz. Hey, to'xtab turinglar. Bu yerda chin bor deganda bu. Hey, to'xtanglar balalar. Hey, Hozir Samuqoy. meni olmas yo'q. Asil, bunu içip verin ha oğlum. Kolumdaki aldırıştı. Onu tuttu. Maqul. Uyku sen. Oğlum düzüğü de sen. Kalma. Nadin çeken bırak bu. Voy, to'pqaltigida chiqotamda nima? Qandoq sigir to'pqaltigidan puraq chiqdi. Rappirim. Dasq selib yuyib kiray ya. Aka, menga bergin. Dasın meynat kılayacağım sen. Sırt çıkıyor. Cin oğlançı ustaz. Su eli veren. Azraqni iş qilmagan. Ana. Kechiring. Doim meni malaydiq ko'rdi. Ishkalarni ekbar sizlar. Kirib kiyimlarni almashtiringlar tez. Sham yetib, sesi puraqni chiqarib atsam bo'g'di. Dada, Asif ishkimiz bek baxtlik. Shan mening o'z o'g'limdeklar. Biz hozir mukammal bir oila kishilari dada. Baxtimni til bilan ifodalashga ojizlik qilaman. Lekin hamma narsamning tanligini bildirmaydi. Bizga sizning tilikingizga siz texicha Asifni qabul qilmadingiz. Sizga limon choy qaynatib bersam bo'lamdi. Emiz kuş azraq zehir mi silibet? Dada, ochiqlanishingiz yo'qliq. Lekin biz 2 kundan keyin ketamiz. Ketishdan burun sizga deydigan gapim bor. Mening ishlarimda tilak tilashning nimishqa shuncha muhim ekanligini bilamsiz. Chunki biz masala bilan hal qilish usulining orliqini tiz bilan yerning orliqichalik deb qaraymiz. Yerga tizilib o'tirganda hamma masala hal bo'lib ketadi. Mening har qaytim tizlanishim qizingiz Rashimining baxti uchun. Lekin uning baxti qo'limizda. Bizni qabul qiling. Choy ichamsiz? Men limon choy qaynatib beraymi? Choyni pek obdan qaynataman. Ma'qul. Hozirlik qaynatib beray. Oh, hep tizimni ağırtıp ettin. Kechiring. Ay, bu rastla saran oldu. Ey. Dada, limon choyingiz tayyor bo'ldi. Ma'qul. Qarang-a, Sochin choyni ichdi. Şeker saldınız mı? 2 qo'shiq soldim, yana solamda. Mening qand keslim bor. Choyga şeker sanmayman. ये तड़प के रही है मिट जाए फांसी ले गए तेरे मेरे दरमियान जो है सारे एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने मेरी बातों का Asifni nima bo'ldi? Nega borsan? Nimishqa bunda bo'lib qoldi?